Kardinalni ko'rib qoldim men. Men Yakuzani ko'rib qoldim. 6 matches, 1 crown. And on the last day of 2025 PMGO Chaos didn't just knock, it blasted the door open. Kardinal brat mana qo'l qo'yib beryaptilar, oka, nima gap? Bratni o'zbekcha gapirib turamiz. What? Ertaga ko'rishamiz. Siz ham Ballonov ko'rdingizmi aka? Nima qilyapti? Hayda bitta qizni yetagini ushlab o'tirdi-da. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Biz hozir Toshkentga uchib ketyapmiz. Bilasizlar, $500,000 katta turnir bo'lyapti. U turnirga mehmon sifatida boryapmiz. Endi bu yerni vlogda ko'rasizlar. Qanaqa bo'ladi? Вообще masshtab men bunaqa turnirda birinchi marta boryapman. Menga hozir umuman emotsiya juda ham kuchli. Do'stlar, biz aeroportda o'tiribmiz. 10 minutdan keyin o'sha uchishni boshlaymiz. Ko'ramiz. Men ham birinchi marta boryapman mana shunaqa turnirga. O'ylayman, juda ham qiziqarli bo'ladi. Olovdan bo'ladi, olovdan. Zo'r bo'ladi. Kuzatishni davom etinglar. Qolganini vlogda ko'ramiz. Boshlanyapti do'stlar. Biz karuselga mindik. Endi uchamiz. 1 soatlik karusel. Narxi 500 Xo'sh do'stlar, biz turnirga qarab yo'lni oldik. Aytganimdek, bu turnir juda ham katta bo'ladi va emotsiyaga berilib, maza qilib ko'rishli vlog bo'ladi. Siz esa videoga like bosishni unutmang. Biz esa yo'lga otlanamiz. Keting. Birinchi kun. Xo'sh do'stlar, menga mana bunaqa bejik berishdi va biz hozir zo'r tvdamiz. Endi men bu yerdan kirish kerak. Boshqa odam ko'p. Xo'sh do'stlar, biz Felizani uchratib qo'ydik. Birinchi streamerkamiz biz hozir turaverishdi. Hali endi ko'ramiz qolganlarni. Birinchi o'rinda Feliza, salom, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, Tete Family. Tete, bu bizning klanimiz Tete Family. Xo'sh do'stlar, atmosferani ko'ryapsizlar, просто zo'r. Bu turnir 5 kun davom etadi va 5-kun final bo'ladi. Finalda esa $500,000 uchun hamma jamoalar bahs boylashadi. Oxirigacha ko'rsangiz, qaysi jamoa yutganini ham bilib olasiz. Hozir men sizlarga ichkaridagi bo'layotgan atmosferani ko'rsataman do'stlar, qaranglar. Do'stlar, kiraverish joyini ko'ramiz. Bo'tda. Mamlakat qop-qorong'u joy, kiraverasiz. Boshlanyapti. Voy. 1,5 minut qoldi boshlanishga. Shunday qilib, birinchi kun konsert diskotekalar bilan boshlandi. Biz esa vibe olib, maza qilib o'ynadik. Jamoalar mana bu yerdan kirib keladi, joyiga borib o'tiradi. Bu kishi PUBG Mobile xodimi, ismlari To'ran, Qozog'istonlik. Bu kishi bilan juda ham ko'plab suhbat olib bordik, gaplashdik, kulishdik. Xarakterlari zo'r ekan. Bu insonlar ham Tencent xodimlari Anna va Albert. Bu insonlar bilan biz ko'proq PUBG Mobiledagi hamkorliklar, kelajakdagi ishlarimiz haqida gaplashib o'tdik. Men birinchi marta ko'ryapman. Ali aka, xalq streamer va savol bor. Qachon 1 million bo'lasiz? Shaqoqasi mana yilda 1 million bo'lish niyatimiz bor va shu harakatlarimiz bilan albatta 1 million bo'lamiz. Eshitganlar, bu kardinalga podpiska bosib qo'ymagan bo'lsa, siz bosib qo'ying. Ishga alaka o'tlar rahmat aytdik. Ko'rgandan xursandmiz. Birinchi marta ko'ryapmiz. Birinchi marta ko'rishyapmiz. Bu yerda Davron aka biz bu kishi bilan ham birinchi marta ko'rishyapmiz. Men ko'p streamerlar bilan birinchi marta ko'rishyapman. Gapingiz bo'lsa agar aka. Do'stlar, короче, kardinal уже 1,5 million 2 millionga qadar ketyapti-da. Kardinal 2 million bo'lgunigacha ham 1 million bo'lishim kerak. Kardinal obunachi otinglar. Obuna bosib qo'yinglar, Davron aka. Rahmat. Gap aka, hamma tanishganimdan Fayozov taniysizlar. Qachon Marjonaga uylanasiz? Xudo biladi endi. Biz qayerdan bilamiz? Endi o'shanga qarab tag'in endi yashaveramiz, qanaqa bo'lsa-da. Bilmadim, endi hali vaqt bor. O'shanga vaqt ko'rsatsa, nasib qilsa, Xudo xolasa.
Zo'r, sizlarga baxt. Rahmat. Baxt tilaymiz yoshlarga. Va bu mening jamoam birgalikda suhbatlashdik. YouTube haqida qanaqa kontentlar qilishda hammasini birga gaplashib o'tdik. Suhbatimiz juda ham zo'r bo'ldi. Do'stlar, Subani tutib oldik. Birinchi turnir bu yo nechinchi turnir bu? Mana shu kelayotganingiz PUBG'da. 4-chi, 3-chi bo'lishi kerak. Birinchisi hech kim tanimasdi ham. O'shda o'tirgan o'g'lingiz bo'lib, qiziqish bo'lgandek. Hozir ana VIPda o'tiramiz. Da, hozir VIP tarifda o'tiribmiz do'stlar, вообще zo'r atmosfera, dahshat. Gap yo'q. Subadan ham kichkina bir suhbat oldik. Rahmat Suba. Obuna olib qo'yinglar Kardinalga. 1 million qilaylik, 3 kanallar. O, rahmat. Obuna bosib qo'yinglar. Xo'sh do'stlar, Lazikoni ham ko'rib qoldim. Gapingiz bormi obunachilarga? Mayab do'stlar, Kardinal obunachilari. Albatta, hozir Femgo zo'r ketyapti. Turnir dahshat atmosferada bo'lyapti. Inshaalloh biz komanda hozir yutish tarafdorimiz hozir ozgina siz o'ynashyapti, lekin qaysi komandaga balet qilyapsiz? Hozirda Upgrade va Helion komandasiga zo'r ketishyapti, ha? Zo'r ketishyapti. Topoviy komanda bo'lib ketishyapti. Hozir hamma komandaga omad, hammani bir xil ko'ramiz. Конечно, hamma hozir bitta o'zbek. Bizga muhimi finalda o'zbek komandasi yutish kerak, albatta dastoyniyaga yutish kerak. Kardinalga streamlaringizni kechqurun sketch qilaman, Telegramga o'tkazib, kechqurun qo'yaman-da, uxlab, yotib, ertalab qarasa tugagan bo'ladi. Yana faktor qilaveraman mashinalar. Buni hamma ko'ryapsizlarmi do'stlar? Men xursandman-da endi. Da do'stlar, da, men mana shu inson bilan tanishgan payt biz PUBG o'ynamasdik. Turish qara, bu turish qara. Qomat, bu qara qoshlarni qara, o. Telegramda tanishganmiz. Kelgan kanallar o'zimga talab berganman. 8 yil bo'ldimi? Ha, kanalni PUBG karantindan oldin edi. O paytlar PUBG populyar nimasi bizni Telegramda ko'tarib, so'qqa qilardi javob. Paytlar boshlaydi. Hammaga rahmat. Kardinal prosta kandidlar zo'r ko'raman. Besh oling. Do'stlar, ko'ryapsizlar, sizda hammani top vlog olyapmiz. Agar Kardinalni eskitdan taniydiganlar bo'lsa, biz 2 yil oldin adashmasam Buxoroda ko'rishganmiz. Da. Shunaqa mana. Ancha o'tib ketdi, ancha narsalar o'zgarib ketdi, gap bo'lishi mumkin emas lekin. Layklar bo'lsanglar vallah. Do'stlar, hozir turnirning birinchi kuni tugadi. Mana bu yerda rezultat chiqarib qo'yaman. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Rezultat hozir Navi bilan Split TDM o'ynayaptim. Takoy chiroyli atmosfera. Men bu yerda rezultat chiqarib qo'yaman. Bugungi o'zbeklar o'ynagan rezultatini ko'rishingiz mumkin. Shu bilan bizni birinchi kunimiz tugadi. 7 soat vlog, 7 soat o'yin bo'ldi. 7 soat ichida biz juda ham charchadik. Endi borib uxlaymiz va ikkinchi kun ko'rishamiz. Keting. Ikkinchi kun. Do'stlar, ikkinchi kun boshlandi. Bugun ko'ryapsizlar, har xil davlatlar o'ynaydi, faqat o'zbekistonliklar emas, Arabiston, Turkiya, Ukraina. Bugun yomon o'yin bo'ladi, lekin ishonavering. Do'stlar, qaranglar, hozir zona boshlanadi, o'yinning ichida ekranni qaranglar, boshlandi. Ko'ryapsizlarmi, atmosferani ikki tomondan hamma yeri ko'm-ko'k va qaranglar. Bam, короче. Zo'r, atmosfera prosta bomba. Arabiston birinchi o'ringa ketyapti-da, hozir shu o'ynashyapti. Mayli. Bu yerda esa streamerlar o'zini muxlislari bilan birga rasm tushib, sovg'alar tarqatish uchun shunaqa alohida joy qilib qo'yishgan va hammasini qo'yinglar. Final kuni shunaqa ko'p qizlar kelgan, oxirigacha ko'rsanglar ko'rasizlar. 3-kun. Do'stlar, hozir biz streamerlar bilan obed qilyapmiz. Bu kim edi bu endi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Somsa atmosfera qanaqa do'stlar? Sizga devos qorni to'ydi, salgina tanaffus qilib, yana o'yinlarga kirib Dash padishga qilamiz o'zbek komandalarni. Yeb ichar bu yoq. Qanaqa ketyapti hozir? Turnir ili qorin. Cho'tga ketyapti. Ayniqsa men bu yoqqa o'zi turnirda o'ynayman-ku. Pulimni olgani keldim. La ты крыса. Yeb ichish. Men shunaqa ro'y desam bo'laveradi. Maqsad shu, yeb ichish. Lekin o'zi birinchi marta langa kelishim, bu yangicha ashushenniy, yangicha vibe-da bu. Qiziq bo'lar ekan. Bo'lman, Ibrohim ko'rmaganman, Kardinal o'zini ko'rmaganman, Baluni ko'rmaganman. Shuncha streamerlar bilan ko'rishib, qanaqadir qiziq-da. O'zingizni hamkasblaringiz birga bo'lsa, hayotda hech ko'rishmagan odam bilan o'tirib, hangalan qilib, ovqatlanib ketish zo'rda, baribir. Albatta. Senda qanaqa? Men juda ham ko'p gapirdim. Shu bilan gapga qo'shilaman. Hammasi zo'r. Bomba. Hamma zo'r ko'ryapsizlar.
Keling, o'tiramiz, ovqatlanamiz. Yana 2 kun bor. Hasan bo'lish kerak. Shunga kerak, butkaga kirib nima qilasiz? Men aka. Yaxshimisiz? Siz charchamayapsiz. Birinchi marta ko'rishyapsiz. O'shinchi qana qolgan pullar nimaga kelmadingiz? O'qishda bolalar endi o'qishdan bo'shab kelamiz qolgan. Gap, hozir chiqamiz biz ham aka. Butga yetib qilib olib, Yo'q. Da, ko'ryapsizlarmi do'stlar, har qadamda streamerlar zo'r. Assalomu alaykum, salomatmisizlar, charchamayapsizlarmi? Qandosizlar? Kardinalni obunachilariga hammaga alangali salomlar. OPG komandasiga omad aka. Finalda kubok ushlash nasib qilsin. Joni sog' bo'lsin. Rahmat, aytganingiz kelsin. Yaxshimi harakat etamiz. Rahmat aka. Do'stlar, 3-kun tugadi, lekin yomon comeback qilishdi. O'zbek komandadan 4 ta komanda grand finalga yo'l oldi. Divergentlar afsus chiqa olmadi, lekin ularga keyingi o'yinlarda omad tilab qolamiz. 4-kun. Do'stlar, hozir bizlar 5 ta streamer o'tiribmiz. Vot O'zbekistonuz, Davron aka, Skill, Yakudza, Ricochet. Kardinal brat mana qo'l qo'yib beryaptilar. Oke, nima gap? Oke, necha yildan beri kuzatasiz bratni? 2 yildan beri voy gap. Gap. Shunday qilib barcha streamerlar o'z obunachilariga futbolka va UC'lar tarqatib, obunachilarimiz kayfiyatiga yanada kayfiyat qo'shdik. Bugun qizlar ko'pda, sababi nima? Shuni bugun chota. Qiziqib kelishga olsa kerakmi? Siz nimaga futbolkani qizlarga beryapsiz? Nimaga? Sizga ham savol, nima uchun bugun qizlar ko'p bo'ldi? Hamma qizlarda bugun nimaga? Siz ham bilmaysiz. Siz ham bilmaysiz. Bugun nimaga qizlar ko'p buncha? Bilmadim, eshitchak qancha uchun kelganman. O'zi kelishib keldinglarmi? Yo'q. Mana kamera qaranglar-da, faqat qizlar bugun. Buni qaranglar, full qizlarda. Mana PUBG uchun keldim. PUBG uchun kelgansiz. Kimni ko'proq ko'rasiz streamini? Zo'r. Keyin kirasiz. Zo'r do'stlar. Rahmat. Atmosfera ko'rinyaptimi do'stlar? Fontako, pauzi. Biz o'zi futbolkani tarqatib bo'ldik. Skill hamma futbolkasini qizlarga berib yubordi. Mana yana qizlar bilan rasm tushyapti. Yana qizlar bilan rasm tushyapti. Sizga kelyapsiz-ku. Do'stlar, hozir elitni uchratib qo'ydim. Hozir biz endi birinchi tarix yozamiz. Chunki hozir nima qilyapti o'zingiz ayting, hozir ballu nima qilyapti, chetga o'tirib olib. Yosh sevishyapti endi. Hozir sevgisiga to'sqanoqlik qilamiz. Hozir to'sqanoqlik qilamiz. Aytadi-yu, nima edi? Sevgisi turadi bo'ladi. Anetda hozir ballu bizlarni tashlab ketib, sevishib qizlar bilan o'tiribdi. Endi qizni videoga olmaymiz. Bizda ham endi insof degan narsa bor. Qizni Mangli o'rtasiga o'tirib olamiz. Lekin o'rtasiga borib o'tirib olamiz hozir do'stlar. Ko'rishni davom etinglar. Qiziq bo'ladi hozir. Qiziq joy. Shunaqa. Bash vlog mana o'tiribdi, buni qarang, endi ko'rsatmay, endi qizi bilan o'tiribdi. Qizini ko'rsatmay. Sen hozir nima qilyapsan bu yerda gap? Bergin menga. Prosta o'tiribman. Toza havodan nafas olib. Yalg'on do'stlar, to'g'risini aytsin. To'g'risi o'tiribman. Biz o'zi aytib bo'ldik to'g'risini videoda. Yo, endi biz 1 yilda bir marta ko'rishamiz, shunga o'tiribmiz deb maza qilib. Prям turnirda o'tirish kerakmi? Albatta. Biza xalaqit beraylikmi, bermaylikmi? Ya, asta So'kdi do'stlar. Aytdiki, короче, tushundinglar. Siz ham ballonni ko'rdingizmi aka? Nima qilyapti? Aytda bitta qizni yetagini ushlab o'tiruvdi-da. Siz ham ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Hamma ko'ribdi do'stlar. Ballu zapal. Yo, u borki, ballonni ko'rganman birinchi. Qizni ko'rdim. Ne, qarasam yonida ballo ham bor ekan. Voy. Ogaya, hey, tuchko to'kar sajillar. Nimaga bular tushunmaydi axir. Bir haftadan beri qancha tirikchilikdan qoldiryapti bular aka? Maskasini qoqib turib ketyapti. Sizlar o'ylaysizlar, streamerlar kibr ato yo'q do'stlar, biz ham mana shunaqa hazillashib turamiz. Beringlar. Bro, bo'ldi, 2 soat mazgisini qoqadilar, bilaman. Kuzatishni davom etinglar. Do'stlar, men bu obunachimizga men 100 berdim deb, menga obuna bo'lganlari uchun nima tushdi? Faron sumkasi bilan Faronning parashyuti. Oh my god!
Ko'ryapsizlarmi? Xursandmisiz? 5 oling. Молодец. Gazini bosing. Tak, do'stlar, legendani ushlab oldi Yakudza. Legenda. Lagan. Assalomu alaykum. Do'stlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Kardinalni ko'rib qoldim men. Men Yakudzani ko'rib qoldim. Omadingizni bersin. Siz menga bir marta ham UC tashlab bermadingiz. Qancha UC tashlab bering? $3000 UC. Da. Bo'ldi gap yo. ID berasizmi hozir? ID berib yuboraman. Всё. Ortig'i bilan tushadi ato. Rahmat. Gap yo. Opangiz qachon? Любой vaqt qilaveramiz. Opangiz kutinglar do'stlar. Rahmat intervyu uchun. Kutinglar. Bomba bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Siz nima deb to'xtang? Nima biza pas-pas gapiramiz? Hozir qarang-da. Opangiz qilsa kim yutadi battle'da? Nima qanaqa battle bo'ladi o'zi? O'zi opangiz qilamiz. Kimda yaxshiroq narsa tushadi, ball beriladi o'sha yaxshiroq narsalarga. Men yutsam kerak. Yakudza yutadi. Kutinglar opangizni. Shu bomba Kardinal bilan birga bir o'ynaymiz, teda ham yutqazgan kalga oladi soch. To'g'ri. Yakudza kal bo'ladi. Ikkalamiz ham hozir. Давайте. Kuzatila. Assalomu alaykum. Siz obunachimisiz? Siz ko'raman. Meni ko'rgansiz. Siz necha yoshsiz? 6. PUBG o'ynaysizmi? Zo'r o'ynaydi bu. Yo'q, Ha, nima yo'q. Birga bir teda ham ochib shans bermaydi. Davay. O'ynaysizmi birga? Всё, yoramiz hozir, ha? Siz meni yutasiz hozir. Bo'ldi. Bormi telefoningiz? Yoshgina ukamiz bilan ham birga bir o'ynab ko'rdik. Juda ham zo'r o'ynar ekanlar va shu talant shu bilan 4-kunimiz ham tugadi. 4-kun ham tugadi. Ertaga 5-kun, ya'ni final boshlanadi. Vobshe portlasa kerak ertaga bilmadim, lekin nima bo'lgan taqdirda ham o'zbek jamoalariga albatta omad tilab, qo'llab-quvvatlab turamiz. Men ham o'zbeklar nima bo'lsa ham esda olsinday bir yaxshi o'rinlarni olsin xudo xohlasa. Men esa har kuni ertalab soat 2 bilan Zo'r TVga boraman, ya'ni turnirga soat 11larda, 12larda qaytaman. Muxlislar bilan rasmga tushish, ularga podaroklar tarqatish va UC'lar tarqatish, ularni xursand qilish juda ham bir zo'r emotsiya va hissiyotlar berar ekan va hozirgacha bir 1000 tadan ortiq muxlislar bilan rasmga ham tushib oldik va shu zo'rman. Men o'zim ham maza qilyapman. 5-kun final. Shunday qilib final ko'tarinki kayfiyat va konsertlar bilan boshlandi. Не бывает дыма без огня. Люди много говорят. Turnir konsertida mazza qilib kayfiyatimizni ko'tarib olib, sport sog'ligi garovi shiori bilan biz obunachilarim orasida kichkina musobaqa tashkillashtirdik va mana shu musobaqada yutgan obunachilarimga UC'lar tarqatib xursand qilib qo'ydim. Hozir hamma streamerlarni omadini sinab ko'ramiz do'stlar. Openkiz qilamiz. Prosta tomosha qilinglar. Bosing. Bismillah. Men tomonga qarab bitta bosing. Shunday qilib hamma streamerlar birgalikda o'tirib OpenKS qildik. Men OpenKS videosini to'lig'ini joylamoqchi edim vlogga, lekin vlogimiz juda ham cho'zilib ketar edi. Shunda ham hech qaysi streamerda omadli bo'lmadi, faqatgina ikkita obunachimizdan tashqari. Vektorga qo'ying, vektorda tushadi. Vektorda uni keyin. Da, lekin vektorda o'zim tushirganman. Vektorda nima qildi? Alloh menga sochtiring. Obunachimizni yutib turib berdi. Bitta yosh obunachimizdan. Oxirgisi. Bosing, oxirgisi. Shuni? Ha, bosing. Bolalar, vashcha zo'r ketyapti, ko'ryapsizlar, OpenKS. Shunday qilib turnirda odamlarni kayfiyatiga yanada kayfiyat qo'shdik va hammasi zo'r ketyapti. Bu turnirdagi oxirgi o'yin o'zbek komandasi va yapon komandasi qolgan joyda o'zbeklar yutib chiqdi.
o'rinni taqdirlash marosimi do'stlar. $100,000. Gap yo'q. Va bu yerda o'zbek jamoasi 3-o'rinni olgani uchun $40,000 yutib olishdi. Taassurotlaringiz qanaqa bu YouTube uchun vlog? Taassurotlar juda zo'r. Dunyoni komandalarining ichida 11-o'rin bu juda ham zo'r rezultat. O'zbek komandasi 3-o'rinni olgani bu juda ham высокий rezultat. Xudo xolasa keyingi turnirlarga bundan ham zo'r tayyorlanib, yuqori o'rinlarni egallashga harakat qilamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Do'stlar, ekran ortini qaranglar. Mana shuncha svetovoylar, ekranlar boshqarib turish juda qiyin-da. Ko'ryapsizmi? Do'stlar, 3-o'rinni ko'raylik. Do'stlar, 3-o'rinni hissiyoti qanaqa ekan, Bachir? Hissiyotlar juda zo'r. Hozir baqiraverib, tomog'im og'rib qoldi. Bilmadim hozir nima deyishimni bilmayman. O'zimda emasman, to'g'risini aytsam. 3-vossizmi? 3-o'nman. Rost 3-o'nman. Gap yo'q. Tabriklayman yana bir bor. Sizni hamma o'zbek komandalari hamma qo'llab-quvvatlab turdi. Gapingiz bor muxlislarga? Rahmat, boringlarga shukr. Gazini bosing. Rahmat. Biz vlog uchun mana shunaqa joylarga kirishga harakat qilyapmiz, ko'ryapsizlar. O'zi mumkin emas bunaqa joylarga kirish biz uchun, chunki biz content maker, biz youtuber, biz faqat youtuberlar uchun mehmon joyiga o'tirish kerak edi. Hatto biz igroklarni kiyimini almashtiradigan razvalgacha kirib ketyapmiz. Mana shu vlog uchun sizlarga yetkazib bera olish uchun. Ko'rdinglar, o'zbek komandasi juda ham zo'r o'ynashdi. T721, UPG, AK jamoasi va Helion jamoalariga keyingi o'yinlarda omad va qolgan o'zbek komandalari davlat uyg'onamiz. Mana shunaqa masshtabli turnirlarga men sizlarni keyingi turnirlarda kutib olaman. Endi uzr, adashib endi juda ham bir menda ham hissiyotlar kuchli. Vlogni ko'rishni davom etinglar, vashshe bomba bo'lyapti. Do'stlar, ko'rdinglar, agressor komandasi oxirgi o'yinda 6-o'rinda edi-da va comeback qilib bitta o'yinni o'zida 3-o'ringa ko'tarilib oldi. Shunda ham 2-o'ringa 1 ball yetishmadi, 1 ball. Siz qanaqa qaraysiz bu narsaga? Vashshe zo'r qo'rdi. Birinchi galda 2-o'rinda ekanman, to'rga tushib qoldi. O'ylasizmi? Zo'r o'ynab turganman, to'rga tushib qoldi. Shunaqa do'stlar. Lekin bitta to'p bilan yaxshi. Bitta o'yin hamma narsani hal qiladi. Bitta o'yin $40,000. Bitta o'yin $40,000. Lekin u yerda juda ham katta mehnatlar, mashaqqatlar turibdi. Biz buni bilamiz albatta. Do'stlar, qissadan qissa shuki, birinchi o'ringa $100,000, ikkinchi o'ringa $50,000, uchinchi o'rin albatta o'zbeklar $40,000 va qolgan hamma kimlar qatnashgan bo'lsa, ularga ham pul ajratiladi va qancha ajratilgani mana shu tablitsada chiqarib qo'yaman. Hozir men o'zim bilmayman qolganlarga qancha pul ajratilganini. Yana bilaman, 11-o'rin edimi UPG? Ularga $15,000 ajratildi. Uni ham informatsiya sifatida oldim. Keyingi mana shunaqa masshtabli turnirlarga barcha o'zbeklarga omad tilab qolamiz. O'zbek komandalari davlat yo'qonamiz aytganimdek. Men o'ylayman, vlog vobshe zo'r bo'ldi. Ko'rdinglar, qo'ldan kelgancha 5 kun ham mana shu yerda turib berib, maza qilib vlogni olib borishga harakat qildim. PUBG Mobile'ga ham katta rahmat bizga mana shunaqa e'tibor ajratgani uchun va chiroyli joylarda mehmon sifatida qabul qilgani uchun. Lekin biz mehmon sifatida o'tirmadik. Biz faqat obunachilar bilan o'tirdik, chunki mehmon sifatida какой-то kibrdek o'tirish bizda unaqa narsa yo'q. Bizga yarashmaydi. Bizda skromniy obunachilar bilan tushib, bizga mana shu narsa yo'qdi. Men o'zimga mana shu narsa yo'qdi. Obunachilar bilan rasm tushib, qaqa kulishish. Shu uchun faqat biz tepada o'tirdik, faqat odamlarning yonida o'tirdik. Oxirida esa qatgacha razvolgacha kirib bordik. Hukumatida lekin sizlar uchun kirdik. Shunaqa do'stlar. Albatta bunaqa zo'r vlogga like bosib, obuna bosishni unutmang. Vlogimiz sizga yoqdi degan umiddaman. Unda keyingi vloglargacha, keyingi videolargacha ko'rishguncha sog' bo'linglar. Siz bilan Kardinal va hamma streamerlar bo'ldilar. Erkashat aka, rahmat sizga. Joningiz sog' bo'lsin, like bosib qo'yish обязательно.